Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda mana ushbu bitta mishalkadagi rastvorimiz 2 qop sementga qolaversa 16 pakir mitipsokka tayyorlangan. Ushbu rastvordan ushbu o'zbekcha aytganda loy bo'ladi. Ushbu loyimizdan jami 14 kvadrat объемda fasadniy plita ishlab chiqariladi. Hozirda bu quyidayotgan mahsulotlar Soqol qismi uchun Soqolda hozirgi kunda shu oxirgi urf bo'lib kelayotgan plitkalarimizdan, Soqolning plitkalaridan ikkita diametrlari bo'ladi. Oldida o'rtasida общий 4 ta ko'rishingiz mumkin. Olib urovni tekis holatda bo'lgan stilajlarga qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin. Bugun sana 28-oktyabr birinchi zameslay olib kirish boshlandi. Urovni turgan stilajlarda inshaalloh chiroyli, shoshilmasdan me'yorida virgul nuqtasiga e'tibor berilgan holatda fasadniy plitalar inshaalloh qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin, qoliplarimiz inshaalloh hammasi tiniq holatda bo'ladi. Ushbu qoliplarimiz inshaalloh 2 yillik qoliplar. Qoliplarga kafolatlari ham bor. Mana ertalabda inshaalloh korxonamizning spetsialisti Saidkamol akam ishlarni olib boryapti. Bu yerda mana bitta mishalkada rastvorni o'zi quymoqda hozirda inshaalloh. Saidkamol aka, bitta savollarimiz bor edi. Kelgan shogirdlarimizga necha kunlik обучение bo'ladi? Necha kundan necha kungacha? 3 kundan 10 kunga davr. 3 kundan 10 kunga davr. To'liq o'rgatib qo'yamiz inshaalloh. 100% o'rgatib. Bizni korxonamizga kelgan har bir mijoz ushbu akamizni Saidkamol akamiz shogirdi bo'lib, spetsialist bo'lib, doimiy tarzda aloqada bo'ladi. Saidkamol aka, plitkalarimizga ham ozgina urg'u berib o'tamiz. Kafolatlari necha yil, necha kun bo'lyapti? 15 yildan 20 yilga davr kafolat beryapmiz. Tashqi tomondan udar bo'lmasa, bu 70-80 yildan turaveradigan narsa, bu beton. Steyashkada ega. Hozir mana ertalabda ishni boshladik. Mana kundan kunga kiyimlarimiz qalinlashib boryapti. Sovuq tushsa ham baribir xalq bizdan talab qilyapti. Biz to'xtatmay ishni chiqaryapmiz. Mana ertalabdan pagruska boshlandi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana Soqol qismiga korishneviy rangda fasadniy plitkalar yuklanmoqda. Bu plitkalarimiz inshaalloh kafolatlarini 20 yilga qilib beryapmiz. Sushokkadan deyarli yangi chiqqan. Soqol qismlariga hamda tumma qismlariga qo'ysa bo'ladi. Ramka tarzida ham ishlatilsa bo'ladi bu plitkalarni. 2,5 shirinasi bo'lib inshaalloh plitkalarimiz kafolat aytib o'tganimizdek 20 yil turaveradi. Ranglari o'chmaydi inshaalloh. Kafolatlari imенно rangi uqalanib ketmasligiga. Hozirda bugungi kunda chiqib ketayotgan pagruskamiz inshaalloh xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Soqol qismiga korishneviy rangdagi plitkamiz, uni ko'rsatib o'tdik. Fasad qismiga bo'lsa xuddi shunaqa rangda, shaftoliga korishneviy rangda lazer fason inshaalloh ko'rishingiz mumkin. Juda ham o'zgacha bir vid berib turibdi, bir-biriga sachlanasi chiroyli bo'lib. Inshaalloh bu obyektimizni rasmlarni ham ijtimoiy tarmoqlarimizga, Telegram, Instagramlarga joylaymiz. Ko'rishingiz mumkin, ushbu yuklarimiz inshaalloh Toshkentga tayyor bo'lyapti. Mramor turdagi plitkamiz inshaalloh. Har bir pochkamiz 100 kvadratdan bo'ladi. Bu yerda mana hali bitmagan pochkamiz bor. Inshaalloh bugungi kunda yechiladiganlar bilan bitadi. Akalarimiz 800 kvadrat объемda ushbu plitkalardan zakaz qilingan. Birinchi reysni 200 kvadrat объемda Isuzu'larga ushlab jo'natilamiz. Inshaalloh tez orada ommaga havola qilinadi. Qolaversa tez orada inshaalloh Golkinka korxonasi ko'plab yangiliklar ustida ishlaydi. Ishlab keldi. E'tiborlarga havola qilish arafasida turibdi. Soqol turdan boshlab ugullarigacha inshaalloh barcha Golkinkalar aytib o'tganimizdek, yuqorida aytib o'tganimizdek, korxonamiz inshaalloh 2013-yildan boshlab hozirgi kungacha minglab mijozlar va qolaversa minglab shogirdlar chiqardi inshaalloh. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, murojaat qilish uchun pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Korxonamiz manzillarini, lokatsiyalarini aloqaga chiqib turib, Telegram, WhatsApp yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri telefon qilib turib aloqaga chiqib bilishingiz mumkin. 0 dan 100% gacha.
Shu kelib o'rganishlardan boshlab sotuvga qo'yishinglargacha inshaalloh yordam beramiz. Murojaat qiling, xudo bersin shunaqa chiroyli расцветкadagi fasadni plitalarni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, devor fasad qismlarini bezamoqchi bo'lsanglar, тоже aloqalashishinglar mumkin. Inshaalloh barchalar kutib qolamiz. Working korxonasi mijozlar uchun ishlaydi inshaalloh.